Do'konimizda katta Lego usul ham bor. Qisqacha ko'rsatib beramiz. Ko'p turganida o'zining kichkina usulchasi chiqadi. Sifati yaxshi. Plastikdan ishlangan o'yinchog'imiz 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga mo'ljallangan kattaroq Lego usul so'rgan mijozlar uchun bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizda balandligi ustulimizning balandligi 51 sm, eniga 48 sm, uzunligi 80 sm bo'ladi. O'zining ichida mana mayda qismlari bo'ladi. Ko'rib turganingiz rang yoqqan. Shu o'zi mana shu Lego usuliga moslangan bo'ladi. Bu tomonda boshqa shaklli o'yinchoqlari ham bor. Keyin to'rt tarafda mana shunaqangi idishchasi bo'ladi. Xolisini ikkita yonga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, xolisini olib tashlanglar ham bo'ladi. Bemalol ichiga narsalar solib o'ynasa ham bo'ladi. Mana bu tomonda o'zini idishchasini ko'rsatib qo'ygan, qanaqa shaklda yig'ish kerakligini. Ustulimizning 303 ta ichida qismlari chiqadi. Sifatlari ham yaxshi. Do'konimiz alohida, bu o'zini qismlari kamlik qilsa, alohida mana shunaqa tushirgan qismlarni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, to'rt xil rang berilgan. Bitta sariq, oq tanlashni, keyin bu tomonda kulrang, bu tomonda ko'k rang. Tepasi yechiladi mana, yechib qo'yib, tagiga bemalol ikki tarafi mana shunaqa to'g'ri sifat bo'ladi. Ichiga qum solib qo'yib o'ynasa bo'ladi. Yo'qsa bemalol suv solib qo'yib o'ynasa bo'ladi. Hozir yoz kelyapti, bemalol qum, suv solib o'ynasa ham bo'ladi. Ichiga to'kilib ketmaydi. Ichi ham katta. O'zi mana shunaqa nakliklar ham chiqadi ichida. Misol uchun alohida do'konimizda shunaqangi qarmali o'yinchoqlar bor. Bemalol olib ketib, ichiga solib qo'yib balut o'ynasa ham bo'ladi. Bu tomonga tutgan balutlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi, yo'qsa ichiga qum solib qo'yib o'ynasa ham bo'ladi. Xo'p, mana alohida anaqasi ham tepa tarafi ham sifati yaxshi, baqpat qilib ishlangan. Buni keskanchasiga o'girib qo'ysa, alohida parta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Do'konimizda sotuvda bor, narxi 520 so'mdan. Do'konimizda kutib qolamiz.